Butun dunyo mana shu qora ichimlikni zarar deydi, lekin hamma uchun ham zarar emas bu. Ba'zi qatlamlar uchun foyda ham keltiradi. Hozir sizlarga kimlar uchun foyda keltirishini sanab o'taman. Diqqat bilan eshitsangiz bilib olasiz. Birinchi navbatda stomatologlarga foyda keltiradi. Bu tish emalini yemiradi. Chunki buning asosiy qo'llaydigan narsasi korroziyalarni eritishda, ya'ni zanglagan narsalarni eritishda yordam beradi. Bu bilan siz stomatologga doimiy klient bo'lasiz. Ikkinchi navbatda, agar siz bu ichimlikni doimiy ichib yursangiz, oshqozonda kislotali muhitni oshib borishiga, ya'ni siz gastroenterologga doimiy mijoz bo'lasiz. Uchinchi navbatda esa buning tarkibida katta miqdorda shakar bor. Ya'ni sizning organizmingizda insulinga bo'lgan rezistentlikni kamaytirib olib borishiga olib keladi va siz endokrinologga doimiy mijoz bo'lasiz. To'rtinchi o'rinda esa har bir ichgan ichimligimiz organizmda so'rilishi kerak. So'rilishdan oldin esa filtrdan o'tadi. Bizga buni buyrak va jigar bajarib beradi. Bu bir vaqtning o'zida siz ham nefrologga, ham gepatologga mijoz bo'lganingizni o'zingiz bilmay qolasiz. Beshinchi navbatda esa mana shularning barchasi bo'lgandan keyin sizda infarkt, insult bo'lish xavfi yuqori bo'ladi va oxir oqibat o'zimga qaytib kelishingiz mumkin. Farm kompaniyalariga foyda keltirishingiz